Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal la vida? Assalomu alaykum barchaga. Yaxshi yuribsizlarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Xo'p, bizning ikkinchi darsimizga xush kelibsizlar. Ikkinchi darsimizda biz ispan tilidagi alfavit haqida gaplashar ekanmiz. Alfabeto. Alfabeto bu alfavit degani. Xo'p, ispan tilida bizda 27 ta harfimiz bor. 27 ta harfdan bizda 5 tasi unli, qolganlari esa undosh hisoblanadi. Hop, ko'rib chiqamiz. Demak, bu yozilishi, pechatni yozilishi ko'rinishi va uning nomlari. Biz bilamiz, ingliz tilida ham A, B, C, D deb aytib chiqqanimizdek, ispan tilida ham o'zini harfni nomi bor. Demak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ko'rib chiqdik va demak hozir hammasini, qonun qoidasini, qachon qanaqa talaffuz qilinishini ko'rib chiqamiz. Los sonidos y letras, tovushlar va harflar. Vocales. Vocales demak bu unglilar deb aytilar ekan. Vocales unglilar deb tarjima qilinadi. Unglilar hammasi xuddi shunaqa talaffuz qilinadi. A, O, U, E, I. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi undoshlarga o'tamiz. Undoshlar konsonantes. Konsonantes deb tarjima qilinadi. Birinchi undoshimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu B. B harfimiz. B harfi har doim B deb talaffuz qilinadi. Mana misol, bomba. Bomba. Ispan tilida juda ham fonetikasi oson. Bir ikkita qoidasini eslab qolsangiz, sizga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Juda ham oson. Xuddi lotin tilidagidek qanaqa yozilsa, shunaqa o'qiladi. Faqat bir ikkita qonun qoidasini eslab qolsangiz bo'ldi. Xo'p, keyingisi UV harfi so'z boshida kelsa B deb talaffuz qilinar ekan.